Assalomu alaykum, hurmatli 11-sinf o'quvchilari. Demak, bugun o'sha 11-sinf yakuniy imtihon materiallari bo'yicha demak, birinchi misollarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda demak, hisoblashga doir misollar berilgan. Asosan o'sha logarifm va ratsional ko'rsatish darajaga oid misollar berilgan. Xo'p, o'shalarning xossasidan foydalanib yechamiz misollarni. Mana birinchi misoldan boshlaymiz. Demak, birinchi misolimizda quyidagicha hisoblash berilgan. Logarifm 5 asosiga ko'ra 250 ayrilgan logarifm 5 asosiga ko'ra 2 plus 4-ildiz ostida 48 bo'lingan 4-ildiz ostida 3. Buni hisoblash uchun birinchi logarifmni xossasiga qo'yamiz. Bu yerda ayirish amali bor. Demak, logarifm argumentlari bir-biriga bo'linadi. Ya'ni bu ikkalasi bir-biriga bo'linadi. Logarifm 5 asosiga ko'ra 250 bo'lingan 2 plus. Xo'p, endi mana bu darajalarga e'tibor beramiz. Bu yerdagi darajalar, ya'ni ildizning darajalari bir xil bo'lganligi uchun ularni quyidagicha yozib olamiz. Ya'ni 4-ildiz ostida 48 taqsim 3. Xo'p, bu logarifm 5 asosiga ko'ra 125 bo'ladi. Bunisi esa 4-ildiz ostida 16 ga teng bo'ladi. Endi birinchini qiymati 3 ga teng, ikkinchi qo'shiluvchi esa 2 ga teng bo'lyapti. Demak, natijasi 5 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshash masala. Demak, endi logarifmlar bir-biriga qo'shilyapti. Asoslari bir xil. Mana e'tibor bersangiz. Demak, qo'shish bo'ladigan bo'lsa, endi biz argumentlarni bir-biriga ko'paytiramiz. Ya'ni 4 ko'paytirilgan 9 bo'ladi. Plus bu yerda ildizning darajalari bir xil va ko'paytirish bo'lyapti. O'shaning uchun bu ikkalasini ildiz ostiga kiritamiz. Ya'ni kubinchi ildiz ostida 2 ko'paytirilgan 32 bo'ladi. Xo'p, demak, birinchisi logarifm 6 asosiga ko'ra 36 plus kub ildiz ostida 64. Xo'p, birinchisining qiymati 2 ga teng, ikkinchi qo'shiluvchi esa 4 ga teng bo'ladi. Yig'indisi esa 6 ga teng bo'lyapti. Uchinchi hisoblash. Buni ham demak o'sha usulda hisoblaymiz. Demak, 10 logarifm 1000, ya'ni 12000 ekan, 12000 ni bo'lamiz 12 ga plus 1 taqsim 2 ning minus 3 darajasi, bu 2 ning 3 darajasiga teng bo'ladi. Bu 10 logarifm 1000 ga teng bo'lar ekan, bunisi esa 8 ga teng. Xo'p, mana bu logarifmning qiymati 3 ga teng. Ya'ni 3 plus 8 teng 11 hosil bo'ladi. Xo'p, keyingi misol. Keyingisida ham demak logarifm 12 asosiga ko'ra demak 2 ko'paytirilgan 6 minus 4-ildiz ostida 243 taqsim 3 teng. Bu logarifm 12 asosiga ko'ra 12 minus 4-ildiz ostida 81 hosil bo'lyapti. Xo'p, birinchisi 1 ga teng, ikkinchisi esa 3 ga teng. Bularning ayirmasi minus 2 ga teng bo'ladi. 5-misol. Xo'p, birinchi logarifm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra 4 ning qiymati minus 2 ga teng bo'ladi. Bu ikkalasini bir xil darajasi bir xil bo'lganligi uchun ildiz ostiga kiritamiz. Ko'paytirish bo'lsa, demak, ildiz ostidagi ifodalar bir-biriga ko'payadi. Ya'ni 5 bilan 25 ni ko'paytiraman. Plus logarifm 6 asosiga ko'ra 1 bo'lyapti. Demak, argument 1 ga teng bo'lsa, logarifmning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, minus 2. Bu ikkalasini ko'paytirsak 125 bo'ladi. Undan demak minus 5 bo'lyapti. Plus 0. Bu endi minus 7 ga teng bo'ladi. 6-chi. Xo'p, demak, logarifm 3 asosiga ko'ra 24 bo'lingan 8 plus 5 ni kvadrati.
Hop, bu logaritm 3 asosiga ko'ra 3 ga teng bo'lar ekan. Bunisi esa 25 ga teng. Demak 1 plus 25 teng 26 bo'ladi. Keyingi misolimiz 7-misol ekan. Logaritm demak 8 asosiga ko'ra 16 ko'paytirilgan 4 minus kubit ostida 270 bo'lingan 10. Bu logaritm 8 asosiga ko'ra 64 bo'ladi. Bunisi esa kubit ostida 27 ga teng bo'ladi. Hop, birinchining qiymati 2 ga teng, ikkinchisi esa 3 ga teng bo'lyapti. Bu esa minus 1 ga teng bo'ladi. 8-misol. Hop, demak, biz oldin mana buni qiymatini aniqlaymiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra 32 ning qiymati 5 ga teng. Demak, logaritm 5 asosiga ko'ra 5 bo'ladi. Plus, hop, bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, suratdan 3, makrajdan 2 chiqadi. Hop, buni qiymati 1 ga teng, 3 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 1/5 bo'ladi. Natijada bu 2/5 ga teng bo'lib qoladi. 9-misol. Hop, demak, ildizning darajalari bir xil. Ikkalasini ildiz ostiga kiritamiz. Demak, bu yerda 20 mingni bo'lamiz 2 ga. Ko'paytirilgan logaritm 0,1 asosiga ko'ra 1000 bo'lyapti. Demak, birinchisi 4-ildiz ostida 10 mingga teng bo'lyapti. Ko'paytirilgan, bu esa logaritm 10 ni minus 1-darajasi va 10 ni 3-darajasi bo'lyapti. Hop, demak, birinchining qiymati 10 ga teng, bu esa minus 3 ga teng bo'lyapti. Demak, ko'paytmasi minus 30 ga teng bo'ladi. Va oxirgi misolimiz 10-misol. Buni qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, demak, bu 3 bilan 6 qisqaradi, bu yerda 2 qoladi. Ya'ni ildiz ostida 5 ni kvadrati bo'lib qoladi. Plus, bu ikkalasini asosi bir xil. Demak, ularni quyidagicha yozib olamiz. 18 asosiga ko'ra 2 ko'paytirilgan 9. Demak, 5 plus logaritm 18 asosiga ko'ra 18. Demak, bu 5 plus 1 bo'ladi, qiymati esa 6 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi hisoblashga doir misollarda demak 10 ta misol bor ekan. Bularni demak hammasini yechib chiqdik mana.